Diqqat! Agar siz yoki yaqinlaringiz 1975 yilgacha tug'ilgan bo'lsa, bu ma'lumotni ho'zroq eshitib oling. Gap shunchaki oddiy yangilik haqida emas. Pensiya, ish staji, nafaqa, imtiyozlar. Hujjatlarning elektron bazada ko'rinishi va keyingi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim tartiblar haqida ketmoqda. 25 avgustdan boshlab ayrim jarayonlarda talablar ancha jiddiylashadi. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish staji va rasmiy daromad bilan bog'liq holatlarda beparvolik qilish mumkin emas. Men bugun bu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kimga bu o'zgarish bevosita ta'sir qiladi. Kim esa shoshilmasdan faqat tekshiruv qilib qo'ysa bo'ladi. Barchasini birma-bir aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim qism amaliy tavsiyalarda bo'ladi. Qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlarni yig'ish, arizada nimalarni yozish kerakligini aniq tushuntiraman. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singillaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Avvalgi yillarda ko'p masalalar qog'oz hujjatlar asosida hal qilingan. Odam biror korxonada 1980 yildan 1996 yilgacha ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida muhr bo'lsa, ko'p hollarda shu yozuv asosiy dalil sifatida qabul qilingan. Agar yozuvda xato bo'lsa, ism bir joyda Abdulla, boshqa joyda Abdulla deb yozilgan bo'lsa yoki korxona nomi o'zgargan bo'lsa ham, masala ko'pincha qo'shimcha tushuntirish, arxiv ma'lumotnomasi yoki guvohlik hujjatlari orqali hal qilingan. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, pensiya tizimi, soliq va bandlik ma'lumotlari bosqichma-bosqich elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, faqat qo'lda yozilgan mehnat daftarchasiga tayanish yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Elektron bazada sizning ish stajingiz, daromadingiz, sug'urta badallari yoki rasmiy mehnat faoliyatingiz noto'g'ri ko'rinsa, keyinchalik pensiya hisobida, qayta hisob kitobda yoki imtiyoz olishda savol tug'iladi. 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun bu masala ayniqsa muhim. Chunki bu toifadagi odamlarning katta qismi mehnat faoliyatini Sovet davrining oxiri yoki 1990-yillarda boshlagan. O'sha davrda korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar arxivga topshirilmagan. Ayrim daftarchalarda muhr noaniq bosilgan, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari yo'qolgan holatlar ko'p uchraydi. Bugun esa aynan shu eski yillardagi staj pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, bir fuqaro 1939 yilda tug'ilgan. U 1997 yildan 1994 yilgacha zavodda ishlagan, keyin bozor iqtisodiyoti davrida boshqa ishga o'tgan. Mehnati daftarchasida 7 yil staj bor, lekin zavod keyinchalik tugatilgan. Agar arxivda buyruqlar saqlanmagan bo'lsa yoki elektron tizimda bu davr ko'rinmasa, pensiya tayinlashda muammo paydo bo'lishi mumkin. Bu muammo darhol pul yo'qotish degani emas, lekin vaqtida hujjat yig'ilmasa, jarayon cho'ziladi. Odam bir necha oy ovora bo'ladi. Ayrim hollarda staj to'liq inobatga olinmasligi ham mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, 25 avgustdan keyin hujjatlarni tekshirishda elektron ma'lumotlarga ko'proq e'tibor qaratiladi. Eski yozuvlar esa qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, odamlar oldindan tayyor bo'lsa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Muammo faqat menda daftarcha bor bo'ldi deb yuradiganlarda chiqadi. Chunki daftarchadagi yozuv aniq, muhr o'qiladigan, sana to'g'ri, ish beruvchi nomi to'liq. Ishdan bo'shatish asosi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Oldin ayrim holatlarda mutaxassis daftarchadagi yozuvga qarab qaror qilgan bo'lsa, endi ma'lumotlar o'zaro solishtiriladi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlari, soliq bazasi, bandlik bo'yicha ma'lumotlar, arxiv hujjatlari va shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Agar pasportdagi familiya bilan eski hujjatdagi familiya mos kelmasa, masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar tug'ilgan sana bir hujjatda 12 mart, boshqasida 20 mart deb yozilgan bo'lsa, bu ham aniqlashtiriladi. Eng ko'p uchraydigan muammo bu ish staji davrlarining uzilib qolishi. Odam aslida 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda faqat 24 yil aniq ko'rinadi. 6 yil esa korxona yopilgani. Daftarchadagi yozuv noaniqligi yoki arxiv topilmagani sababli savol ostida qoladi. Pensiya hisobida esa har bir yil ahamiyatli. Ba'zan 2-3 yil staj ham pensiya miqdori zarli farq qiladi. Ayniqsa ish haqi yuqori bo'lgan davrlar tasdiqlansa,
qayta hisob kitobda foyda bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda 1979 yildan 1975 yilgacha tug'ilgan fuqarolar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Bu yosh oralig'idagi odamlar pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki yaqin yillarda pensiya chiqadigan toifaga kiradi. Erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham ish staji va hujjatlarining to'g'riligi oldindan tekshirilsa, keyingi jarayon ancha oson kechadi. Ikkinchi toifa 1990 yillarda ko'p joyda ishlaganlar. O'sha yillarda korxonalar tez-tez yopilgan, xususiy firma nomlari o'zgargan. Ish beruvchilar hujjatlarni tartibli yuritmagan holatlari bo'lgan. Masalan, odam 1993 yilda Navro'z savdo firmasida ishlagan. 1990 yilda firma Navro'z servis bo'lgan, keyin umuman tugatilgan. Mehnat daftarchasida esa faqat ishga qabul qilindi degan yozuv bor, lekin ishdan bo'shatish buyrug'i yo'q. Bunday holatda stajni tasdiqlash qiyinlashadi. Uchinchi toifa. Mehnat daftarchasini yo'qotganlar yoki daftarchasi yaroqsiz holga kelganlar. Ayrim odamlarning daftarchasi nam tortgan, yozuvlar o'chgan, muhr ko'rinmaydi. Ba'zilar esa ko'chish, uy ta'miri yoki boshqa sabab bilan hujjatlarini yo'qotgan. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchi tasdiqlovi, buyruq nusxasi, ish haqi vedomosti, kasaba uyushmasi hujjatlari yoki sud orqali tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Ayniqsa ayollarda bu ko'p uchraydi. Masalan, fuqaro qiz familiyasi bilan 1999 yilda ishga kirgan, 1990 yilda turmushga chiqqan, 1994 yilda boshqa ishga o'tgan. Agar nikoh guvohnomasi bo'lmasa, eski va yangi familiya bir odamga tegishli ekanini tasdiqlashda savol tug'iladi. Shuning uchun bunday hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish zarur. Agar sizning mehnat faoliyatingiz asosan 2000 yillardan keyin rasmiy korxonalarda o'tgan bo'lsa, ish haqi bank orqali tushgan bo'lsa, soliq va mehnat bazalarida ma'lumotlar to'g'ri ko'rinsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki xato faqat eski davrlarda emas, yangi davrlarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, JSHR noto'g'ri kiritilgan, pasport versiyasi eski qolgan. Ish beruvchi hisobotda davrni noto'g'ri ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Agar siz allaqachon pensiyada bo'lsangiz ham, bu sizga umuman taalluqli emas degani emas. Ba'zan pensiya qayta hisoblanishi, qo'shimcha staj topilishi ilgari inobatga olinmagan davrlarni kiritish imkoni bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro 2020 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 1995-1990 yillardagi o'qish yoki ish davri hujjatlari topilmagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma chiqsa, qayta murojaat qilib, ayrim hollarda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish mumkin. Birinchi misol, 1965 yilda tug'ilgan ayol 1994 yildan 1991 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Daftarchada ishga qabul qilingan sana bor. Ishdan bo'shatilgan sana bor, lekin muhr xira. Elektron bazada bu davr yo'q. Agar u hozir hech narsa qilmasa, pensiyaga chiqishda mutaxassis arxiv tasdig'ini so'rashi mumkin. Arxivga so'rov berish esa 10 kun, 20 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt oladi. Agar hujjat topilmasa, qo'shimcha izlanish boshlanadi. Natijada pensiya tayinlash cho'ziladi. Agar u hozirdan tuman arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari bo'yicha ma'lumotnoma olsa, keyingi jarayonda ancha xotirjam bo'ladi. Ikkinchi misol, 1972 yilda tug'ilgan erkak 1991 yildan 1996 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Keyin Rossiyaga borib ishlagan, 2002 yilda qaytgan. Mehnat daftarchasida 1997-1996 yillar bor, lekin ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Pensiya hisobida faqat staj emas, ayrim davrlardagi daromad ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar ish haqi vedomosida arxivda saqlangan bo'lsa, u ma'lumot pensiya hisob kitobida foyda berishi ehtimol. Shuning uchun faqat ishlaganman deyish yetarli emas, imkon bo'lsa ish haqi bo'yicha ham tasdiq olish kerak. Uchinchi misol, 1968 yilda tug'ilgan fuqaro 5 yil rasmiy ishlagan, keyin yakka tartibdagi faoliyat bilan shug'ullangan, lekin ayrim yillarda soliqlar to'liq to'langanmi yoki yo'qmi, o'zi ham aniq bilmaydi. Bunday odamlar soliq organlaridagi ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Chunki yakka tartibdagi tadbirkorlik davrlari pensiya stajiga kiritilishda to'lovlar, ro'yxatdan o'tish va faoliyat holati muhim bo'ladi. Agar to'lov bo'lmagan davrlar bo'lsa, ular avtomatik ravishda staj sifatida qabul qilinmasligi mumkin. To'rtinchi misol, ayol kishi 1974 yilda tug'ilgan,
1995 yilda farzandli bo'lgan. Keyin bir necha yil uyda o'tirgan. Bu bola parvarishi davri ham hisobga olinadi deb eshitgan. Ha, ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, ish joyidan ta'til haqidagi buyruqlar yoki boshqa tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun og'zaki eshitgan gap bilan emas, hujjat bilan harakat qilish kerak. Eng katta nozik joy shuki, hamma eski davrlar ham bir xil tartibda tasdiqlanmaydi. Davlat korxonasida ishlagan odam bilan xususiy korxonada ishlagan odamning hujjat izlash yo'li farq qiladi. Davlat korxonalari hujjatlari ko'pincha arxivga topshirilgan bo'ladi. Xususiy firmalarda esa hujjat saqlanmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu umidsiz vaziyat degani emas. Ba'zan soliq hisobotlari, bank ma'lumotlari, sud qarori yoki boshqa hujjatlar yordam beradi. Ikkinchi nozik joy, mehnat daftarchasidagi tuzatishlar. Agar sana ustidan chizilgan, boshqa raqam yozilgan tuzatish yonida muhr va imzo bo'lmasa, bu yozuv shubha uyg'otadi. Masalan, 1998 yil o'rniga 1909 yil deb ko'rsatilgan bo'lsa, bu 10 yil farq degani. Bunday xatolar pensiya hisobida juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun daftarchani ochib, har bir yozuvni diqqat bilan ko'rish kerak. Sana, buyruq raqami, lavozim, korxona nomi, muhr va imzo joyida bo'lishi zarur. Uchinchi nozik joy, chet elda ishlagan davrlar. Ko'p yurtdoshlarimiz turli yillarda chet elda ishlagan. Bunday davrlar har doim ham avtomatik tarzda pensiya stajiga qo'shilavermaydi. Bu davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar rasmiy ishlaganlik, to'lovlar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, faqat men ishlaganman degan gap bilan staj qo'shilmaydi. Rasmiy shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari yoki tegishli idora tasdig'i bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik joy, o'qish davri. Ayrimlar institutda o'qigan yillarim ham stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masala ham davrga, ta'lim shakliga va amaldagi tartiblarga bog'liq. Kunduzgi o'qish, harbiy xizmat, dekret ta'tili. Nogiron farzand parvarishi kabi davrlar bo'yicha alohida qoidalar bor. Men har doim shuni aytaman. O'zingizcha xulosa qilmang. Diplom, harbiy bilet, farzand tug'ilganlik guvohnomasi, ta'til buyruqlari kabi hujjatlarni yig'ib mutaxassisga ko'rsating. 5-nozik joy. Pensiya yoshiga hali 5-7 yil bor deb beparvo bo'lish aslida eng to'g'ri vaqt aynan hozir. Chunki hujjatni topish vaqt oladi. Arxiv boshqa viloyatda bo'lishi mumkin. Korxona tugatilgan bo'lishi mumkin. Sobiq ish beruvchi hujjatni topolmasligi mumkin. Bugun boshlangan izlanish bir oyda hal bo'lishi mumkin. Lekin pensiyaga chiqish kuni kelib qolganda bu jarayon asab vaqt va pul talab qiladi. Birinchi qadam, barcha shaxsiy hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Ish joyidan berilgan eski ma'lumotnomalar, maosh varaqalari, kasaba uyushmasi bileti, buyruq nusxalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Hujjatlar qancha tartibli bo'lsa, mutaxassis bilan ishlash shuncha oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni sahifa-sahifa tekshiring. Men buni oddiy ko'zdan kechirish demayman, haqiqiy tekshiruv demoqchiman. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana buyruq raqami, lavozim, korxona nomi, muhr bor yo'qligini yozib chiqing. Agar 1999 yilda ishga kirib, 1902 yilda ishdan chiqqan bo'lsangiz, bu davr necha yil, necha oy ekanini hisoblab ko'ring. Agar ikki ish joyi orasida bo'shliq bo'lsa, bu bo'shliq nima bilan bog'liqligini aniqlang. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli idoralar orqali o'zingizga oid pensiya, mehnat va soliq ma'lumotlarini ko'rish mumkin bo'lgan xizmatlardan foydalaning. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Muhimi, bazadagi ma'lumot menga kerak emas deb o'ylamang. Bugungi kunda bazadagi xato ertangi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. 4-qadam, xato topilsa, darhol yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplashib ketish yetarli emas. Aljada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR, aloqa raqami, qaysi davr bo'yicha xato borligi, qaysi hujjat asosida tuzatish so'ralayotgani aniq yozilishi kerak. Masalan, 1998 yil 10 sentabrdan 1994 yil 20 iyungacha falon korxonada ishlagan davrim mehnat stajimda aks etmagan.
ushbu davr mehnat daftarcham va arxiv ma'lumotnomasi asosida tekshirib, tegishli tartibda kiritib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Ko'pchilik arxiv deganda murakkab jarayon deb o'ylaydi. Aslida arxivdan ma'lumotnoma olish oddiy tartibda amalga oshadi. Siz qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlaganingizni imkon qadar aniq ko'rsatishingiz kerak. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini yozing. Agar aniq sana esingizda bo'lmasa, taxminiy davrni ko'rsating. Masalan, 1990 yil bahoridan 1993 yil oxirigacha deb yozish ham izlashga yordam beradi. 6-qadam. Familiya o'zgarishlarini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Ayollar uchun bu ayniqsa muhim. Nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, fuqaroviy organlardan takroriy guvohnoma olish mumkin. Agar hujjatda xato bo'lsa, uni tuzatish yoki tasdiqlash tartibi bor. Bir harf farqi ham muammo keltirishi mumkin. Masalan, Gulnora va Gulnoza boshqa ism hisoblanadi. Karimova va Karimova ham tizimda mos kelmasligi mumkin. Bunday narsani pensiya tayinlash kuni emas, oldindan aniqlash kerak. 7-qadam. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan ma'lumotlaringiz to'g'ri yuritilayotganini tekshirib berishni so'rang. Mehnat shartnomasi ro'yxatdan o'tganmi? Lavozim to'g'ri ko'rsatilganmi? Ish haqi rasmiy aks etyaptimi? Soliq va badallar bo'yicha ma'lumotlar kiritilyaptimi? Bularning barchasi muhim. Ayniqsa 1975 yilgacha tug'ilgan. Lekin hali faol ishlayotgan odamlar uchun oxirgi yillardagi rasmiy daromad ham pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 8-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz internetdan foydalanmaydi. Elektron imzo, portal, shaxsiy kabinet degan narsalarni tushunmasligi mumkin. Ularga o'zingiz hal qiling deb qo'ymang. Mehnat daftarchasini birga ko'ring, hujjatlarni papkaga joylang, davlat xizmatlari markaziga birga boring. Bir kun vaqt ajratsangiz, keyinchalik oylar davom etadigan muammoning oldini olishingiz mumkin. Birinchi xavf vositachilarga aldanish. Kimdir men pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, arxivsiz hal qilaman desa, juda ehtiyot bo'ling. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim stajni havodan qo'shib bera olmaydi. Hamma narsa hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Pul berib, noqonuniy yo'l qidirsangiz, keyinchalik o'zingiz muammoga qolishingiz mumkin. 2-xavf, soxta hujjat. Eski korxona nomidan qalbaki ma'lumotnoma tayyorlatish yoki mur qo'ydirish juda xavfli. Bugungi tizimlarda hujjatlar tekshiriladi, arxiv bilan solishtiriladi, tashkilotning mavjudligi aniqlanadi. Soxta hujjat aniqlansa, nafaqat pensiya masalasi to'xtaydi, balki huquqiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat rasmiy yo'l bilan harakat qiling. 3-xavf, muddatni o'tkazib yuborish. Ba'zi murojaatlar, shikoyatlar yoki qayta ko'rib chiqishlar ma'lum tartib va muddatlar asosida ko'riladi. Agar sizga rad javobi berilsa, uni shunchaki tortmaga tashlab qo'ymang. Rad javobida sabab yoziladi. Aynan shu sababni o'qib, yetishmayotgan hujjatni topish yoki yuqori turuvchi organga murojaat qilish mumkin. Har bir javob xatini saqlang, murojaat raqamini yozib qo'ying. 4-xavf, faqat telefon orqali so'rab qo'yish. Telefon orqali berilgan javob foydali bo'lishi mumkin, lekin u rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi. Muhim masalada yozma murojaat, qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam va rasmiy javob kerak. Ertaga masala bahsli bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shuki, 25 avgustni kutib o'tirmang. Bugunoq hujjatlaringizni tekshirishni boshlang. Birinchi kuni mehnat daftarchasini ko'ring. Ikkinchi kuni shaxsiy hujjatlarni to'plang. Uchinchi kuni elektron ma'lumotlarni tekshiring yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Xato topilsa, bir hafta ichida yozma murojaat tayyorlang. Agar arxiv kerak bo'lsa, arxivga so'rov bering. Agar familiya bo'yicha muammo bo'lsa, FADIdan guvohnoma oling. Agar siz 1975 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz, o'zingizga bitta oddiy savol bering. Mening butun mehnat faoliyatim qog'ozda ham, elektron bazada ham aniq ko'rinyaptimi? Agar javob ha bo'lsa, xotirjam bo'lish mumkin. Agar javob bilmayman bo'lsa, tekshirish kerak. Agar javob yo'q, ayrim joylari yo'q bo'lsa, kechiktirmasdan harakat qilish kerak. Men ekspert sifatida ko'p ko'rgan holatim shuki, odamlar muammoni pensiya tayinlash kuni bilib qoladi. O'shanda asabiylashadi. Idoradan idoraga yuguradi. Nega oldin aytmadingizlar deydi. Aslida hujjat masalasida eng katta yutuq oldindan tayyorgarlikdir. Bir dona arxiv ma'lumotnomasi, bir dona guvohnomasi
bir dona nikoh guvohnomasi yoki bir dona to'g'rilangan yozuv keyinchalik katta farq qilishi mumkin. Demak, asosiy xulosa shuki, 1905 yilgacha tug'ilganlar uchun 25 avgustdan keyingi jarayonlar, ayniqsa ish staji, pensiya hujjatlari, elektron bazadagi ma'lumotlar va eski mehnat daftarchalaridagi yozuvlar bo'yicha juda muhim bo'ladi. Hamma birdek xavotirga tushishi shart emas, lekin hamma o'z ma'lumotini tekshirishi shart. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, u xotirjam bo'ladi. Kimning hujjatda bo'shliq, xato, yo'qolgan davr yoki familiya mos kelmaslik bo'lsa, hozirdan tuzatish choralarini ko'rish kerak. Bu videoni albatta yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, ehir yoshdan oshgan qarindoshlaringiz, pensiyaga yaqin turgan tanishlaringiz buni bilishi kerak. Izohlarda yozing. Sizning mehnat daftarchangizda xato bormi? Eski ish joyingiz bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini olganmisiz? Elektron bazada stajingiz to'g'ri ko'rinyaptimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda men pensiya, nafaqa, imtiyoz va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.